Ko'pchilik biza plus-minus sanab o'tiramiz. Zato sizlarga o'xshab sudatchi bilan bagaj ochaga kirayotgan ustaxonaga borib qo'ydirmaymiz. To'xtanglar jentrachilar, tan olinglar. Zato sizlar jentrani salondan olib chiqib, pul berib, Cobalt hadava qildiryapsizlar. Kamiga bizani magnitofon salondan zavodskiy chiqadi. Undan tashqari biz benzinni arzonlagan rasxod qilamiz. A jentra Mercedes rasxodini chiqaradi. Вот именно. Zato qora jentra Oybek klubida Mercedes ruinida yuradi. Oybek klubida Mercedes ruinida yuradi. Jentra bilan Cobaltni solishtirayotganlar, ovora bo'lmanglar, hech qachon Cobalt Jentraga o'xshamaydi. Voy, Jentra qatta-yu, Cobalt qatta. Shu narsani yaxshilab bilib olinglar. Jentrada seryozni mujik olib yurishadi. Bunga qancha mehr berishni ham yarashaveradi. Bunga qancha mehr berishni shuncha bachkan aralashib yuradi. Bu turish bilan qanday legenda bo'lishi mumkin? Cobaltchilar, bo'ldi, yarashtiringlar. Cobalt legenda deb har xil videolar chiqarasizlarmi? Buni Hadavoy yaxshi bo'lgani bilan, kamera sud qilgani bilan legenda bo'lib qolmaydi-yu. Jentra 20 litr sud qilmaydimi? Cobaltchilarni o'zi ham biladi. Hurmat bergisi bu Jentra. Hamma taraflama Jentradan ustun bo'lsa ham legendalik bu Jentrada qoladi. Legenda bu takrorlanmas. Bu Jentrada hali takrorlangani yo'q. 10X ham, boshqa ham. Baribir Jentra O'zbekistonda modadan qolmas ekan. Bunday avtomobil endi chiqmasa kerak. Ya'ni xalq tanlagan